Uy jo'jalar nech pul aka opa? Uy jo'jalar 8 mingdan qilib beryapmiz. 8 ming so'mdan uy jo'jalar. Unda jo'ja yo'q-a? Jo'jalar qanchadan? Bu jo'jachalar nech pul aka? Ular 75 mingdan, maydalar 50 ming. Yutqinmi bu, xola? Yutqinmi? Nech puldan? 2,5. 2,5. Bular jo'ja nech pul? Jo'jalarni 20 deyapmiz. 20. Bular ham shu narxmi? Katta bo'lib qolgan, o'limdan o'tib qolganda. Quyonlarcha aka, quyonlar. Quyonlar sizlardami? 100 mingdan 65 mingdan. Ha, bollari 65 mingdan, kattalar 100 mingdan ha. YouTube'ga narxni oladi, bilishga uni olib yuribman aka. Video. Rahmat aka. O'rdaklar nech puldan ekan aka? O'rdaklar narxini aytmadi. Aka, xo'roz tovuqlar nech puldan ekan? Narxini aytalasizmi aka? 100 ming. Xo'rozlar. Qaysi xo'roz? Xo'rozlar nima? Bir boshlarda qayerdan? 150, 160, 200. Tovuqlar 100danmi? 120 dan tovuqlar, 160 gacha xo'rozlar ekan. Kaptarlar nech pul aka, kaptar? 25 mingdan. Mana ikki kaptarlar. Birovlar jo'ja nech pul aka, opa? Assalomu alaykum. Nega yaxshimiz? Xo'rozlar nech puldan aka, to'g'a? 120 dan xo'rozlar. Xo'rozlar. O'rdak nech pul aka? O'rdak narxini bir aytib beringizlar. O'rdak bir aytib bering narxini. 150 mingdan urg'ochisimi? Makanimi? Erkagi 150, makani 100 mingdan ekan mana shu o'rdaklar. Bu katta xo'rozlarimiz nech pul ekan? Birovlarmi? 200 ming nech kilo go'shi bor? Opa. 200 mingdan deyapti, endi nech kilo go'shi borligini bilmadim. 4 kilolar bordir. Xo'roz tovuqchalar nech puldan ekan? Kengman, xo'rozman, tovuqman. Nech pul? Narxini aytib bering, opa, bizlar videoda narxini bilsak. 70 ming. Tovuqcha tovuq. Qizim bolalar maktabga. Nech puldan? 100 mingdan ekan tovuq. Bunday nech pul ekan singilcha? Makana? Xo'rozimi? Usmankaga o'xshadi. Lekin xo'roz nech pul ekan aka? Nech pul? 500 ming. Nech pul so'ra aka? Bozor. 300 ming so'rabdi. Aka xo'rozimiz. Kaptarlar nech pul aka? Kaptar? Jupi 50 mingdan. 50 jupiba. Jupi 50 mingdan ekan. Dakanlarchi sendanmi bu? 600 mingdan. Donasi 600 danmi? Bozor so'rami? Bozor 300 qilla. 300. Donasini nima? Ikkalasini nima? Bu xo'roz nech pul aka? 200 ming. Bu yosh xo'rozchalar nech pul ekan? Lekin xo'rozchalar. 1 million. Oxiri dakan ekanda bozor. Yo, nech pul deyapsiz aka? 50 mingdan. Nech puldan aka opa? O'rdak jo'jalar bilanmi? 300 ming. Nechta jo'jasi bor? 10 ta. Javob bo'ladi o'rdak jo'jasi ishlagan. Yengil bo'ladi-da, shuni uchun ham adada so'zlar kerak. Eshittirib olayapman. Undiklar nech puldan ekan? Endi 200 deyapman, enandi. 300 ming ha, makana. Donasi. O'rdaklarda xola 60 mingdan. Makami aralashma? Aralash. Aralash 60 ming. Ha, yaxshi arzon ekan. Katta bo'lib qolgan. Quyon nech pul deyapsiz aka? 120 dan 5 elasi. Nima deyapsiz? 120 dan 5 elasi deyapti. Nech puldan aka bu gigant xo'rozlar aka? 200 mingdan nech kilolar go'shi bor ekan, bir so'yib ko'rmadingizmi? 6, 7 kilo, 7 kilogacha go'sh qiladigan 200 ming deyapti.
Rosa katta xo'roz ekan. Nomer qoldirib beramsiz. Sizlarda xo'roz bo'lsa kerak. Ayting. 94lik 188 88 47. Faqat xo'roz bormi yo'qmi? Yana bir nima sotasiz? Bu o'rdak ham sizlarmi? O'rdaklar nech pullar? 60 mingdan o'rdaklar. Jo'jalarichi? 30 mingdan jo'jalari. Undak hamma narsa topiladi, g'oz, o'rdak. Aha, bo'ldi. Xo'p, rahmat aka, bozor sizlar. 60 mingdan aka bular. Bular 30 mingdan aka jo'jalar. Jo'jalar. Bular 20 bilan 15. Bular 20 mingdan, 18 mingdan, bo'lichi 10 mingdan. Allah katta bo'lib qolibdi-da. 18 ming so'm. Salqinda ham yashab ketadi, katta bo'lib qolibdi. Undiklar nech pulda deyapsiz opa? Buni bari makiyana. Nech pul deyapsiz buni aka? Aralashdimi? Sizga makiyan kerak? Makiyan bari. Zo'r bari. Narxini bir aytib bering aka, narxini. 150 mingdan bo'ldi aka. 150 mingdan. Katta rahmat aka, bozor. Nima kanal